Namangan viloyati 3 tumanida bir bola mashinaning ichida hushidan ketdi. Va shu 3 rayonida 10:51da rayol taksida ishlayman. Zakaz tushdi. Klientni manzildan olib manzilga tashladim. 3 kilometr bo'ldi. Narxini aytsam, shundan ketib qolib o'tiribdi-da. Ha, raqam yo'q narsa. O'zi men ko'chaga nos olgan chiqardim. Dadamdan xumorlar tutib qolib, men nos olib chiqdilar o'zi. Chiqarib yubordilar. Men endi janjal bo'layotgan ekan. Qarasam, to's to'polon bir-birini urib to'polon bo'lib yotibdi. Men OPMJga qimmatroq ovoz olyapti deb o'ylabman. Yugurib borsam, ana aka hushlardan ketib yotibdilar. Akalar mikrofonini oling, ha? Qayerga qo'yasizlar buni? Kiyimlarimni to'g'rilab olaymi? Nima kerak edi aka? Endi men shu 3 tumanni ro'yal taksisining boshlig'iman akalar. Shu prosta xalqimizga yosh 3 ga arzonroq bo'lsin deb arzon qilib qo'ysam, bitta aka boribdilar-da, uyda olib tashab qo'yibdilar. Narxini aytgan ekanlar, shu ishni qushlarni ketib qoldilar. Akalar, menda ayb yo'q. Endi shuni arzon qilib qo'ymam, shuni endi aybdor bo'lamiz. Oling mikrofon, aka, men bilmadim. Men o'zi arzon narx aytsam, mazam qochib qoladi. Aka, qancha keldik? 7000 ukam. Qara va to'pla. Bugungi reportajimiz shu haqida edi. Sog' bo'ling va salomat bo'ling.